Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilanman. Qo'tyapti. Cyrex MC bolalar. Bugungi videomizda biza previewdan bilishlaringiz mumkin. Faqat oltin ishlatib Ender Dragon'ni g'ajiymiz. G'oj. Faqatgina oltin ishlatishimiz kerak. Bo'lmasa qanday xo'p bolalar. Mana shu yerdan spam qildi bizni. Chang pastroqda o'ynayapman. Chunki o'tirdim. Chunki o'zim qo'tyapti telefon do'stlar. 1.21 versiyada o'ynayapman. Yani albatta qotadi. Xo'p, bizga birinchi o'rinda nima kerak? Masalan, bizga daraxt kerak, ana daraxt. Soyasidan bildim do'stlar. Hozir o'zishim mumkin edi. Mana shu yerda bo'lib ketsam. Bu yerda g'orlar yaxshigina ko'p. Demak, biz tez kuchayamiz bolalar. Qotishlar bo'lib turadi boshida bolalar, e'tibor bermasizlar. Shunga o'xshagan. Chunki baribir telefon o'ynayapman. Kompyuter versam telefon o'ynayapman. Bo'lindi. Bunisi ham tushadi. Bo'l, shuni o'ziga 1,5 daqiqa vaqt ketyapti-ku. Hop, daraxtimiz bor. Bo'ladi, bag'iga ishlash kerak. Yo'q. Har safar daraxt topib turganimda shunaqa bo'laveradi. Ana bo'ldi. Endi to'g'rilandi degan umiddaman. Xo'p, bo'ldi. Bugun faqatgina oltin kiyim ishlatamiz. Faqat oltin aslahalar. Bu juda ham qiyin bo'ladi. Bir tarafdan esa yaxshi bo'ldi, ya'ni portallar topib olsak, u yerda to'xtalar. Bo'ldi uchun. Portallar topib olsak, u yerdan biz qanday qilishimiz ham mumkin. Mana oltin asboblar u yerda ko'p chiqadi. Bitta yetadimi? Yo'q, ikkita. Qo'yibmiz. Hamasini qo'yib. Sekin o'ynamayman. Chunki bu naqangiz. Ishlayapman. Yo'q, inventardan chiq. Yo'qol. Uncha sekin o'lasan. Bo'ldi. Minus. Tayoqcha yasashga ulgurmadim chichilari. Nima ikkinchi qo'lga qo'yyapti bu bola? Naqangiga o'ynayman, lekin montaj qilish kerak. Buni bu yerga qo'yamiz. Qo'yib bo'ldi. Security ochamiz. Security ocharkan bo'ldi. Tez o'ynashni boshlayapman. Qo'y. Telefonni bunday bosamiz. Jup olamiz. Xo'p. Buni sindiramiz, tovushga olamiz bo'ldi. Endi biz hech narsadan qo'rqmasak ham bo'laveradi. Hop bo'ldi. Kanallarga obuna bo'linglar, tezroq birga bo'lishimiz kerak. Men Minecraft yo'nalishini tanlaganim sababi chunki hozirda YouTube'da Minecraft juda ham mashhur bo'lib ketdi. Do'stlar, boshlanishiga albatta tosh aslahalar qilamiz. Lekin Ender Dragon'ni albatta anaqangilarda yutaman. Ismi nima edi? Oltin aslahalarda. Chunki boshlanishiga biz temir aslaha qilishimiz kerak, oltinni qo'llay olishimiz uchun. Bizga mana bu kerak tezlik bilan va nimaga qo'ysak, bolta kerak, chunki bolta ko'proq jon oladi, kim bilsa. Qo'yil. Buni sana bir olib turamiz. Kim bilmasa Java versiyada bolta ko'proq jon oladi, Bedrockda esa qilinch.
Böyle toshlar chopamiz, ko'mirlar ham kerak bizga. Keyin esa temir topamiz. Temir bu yerda bo'lishi kerak. Lekin temirda hech qanaqa narsa qilmaymiz. Temirni kirkani olishimdan sabab men u bilan faqatgina anaqangi olmos aslaha qilmoqchiman. Hop. So'yib olamiz. Buni ham chopamiz. Vallahi, короче, sizlarga bitta zo'r maslahatli ish bor. Bundan oldingi qo'ygan Skyblock videoyimni ko'ringlar va albatta uni ikkinchi qismi chiqadi. Bu video ham ikki qismli bo'lishi mumkin, chunki men o'zi Java versiyada o'ynayapman, shuning uchun ikki qismli bo'lishi mumkin. Xo'p, bolalar, endi biza jichchigina tanaffus qilmasa bo'lmaydi, ya'ni oltin topayotgan joyimdan boshlayveraman videoni. Ya'ni oltin topaman-ku bolalar, oltin topib o'shan qo'llayib turgan joyimdan boshlayveraman. Bo'lmasam qani go. Bolalar, короче, men mana shunday narsalar oldim. Ya'ni olmosdan ana ikkita bo'ladi, keyin ikkita qo'shimcha oltin ham qilib oldim bolalar. Bugungi videomiz shulardan iborat, chunki bolalar million soatdan mashq qilyapman, shuni o'ringlar. Atigi endi 6 minut bo'ldi, lekin men o'zi yarim soatdan mashq o'tdi. Qiynalib ketdim, nimaga desalaring, voy, temirlar ko'rinyapti. Короче, nimaga desalaring, chunki men esimdan chiqibdi videoni yoqish, oltin topganimda yoqaman dedim. Qopda bolalar, короче, ovozim past bo'lsa kechirasizlar. Hozir ukam uxlayapti, shuning uchun qarab turdim. Bolalar, bugungi video shulardan iborat edi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ha, yana bolalar, ikkinchi qismi chiqishi uchun kimda ikkinchi qismi qiziq bo'lsa, shunchaki 20 dona like yig'ib beringlar. 20 dona like va ikkinchi qismi chiqadi. Hammaga xayr bolalar. Sizlar bilan men Sayrex bo'laman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.